akalarimni, o'g'limni tashlab qo'ymaydilar. Ayol boshim bilan qo'limdan kelgancha ishladim. Bilmasam, yugurinchi. Nega shuni telefon qilib aytmading? Yaxshimisan, Doniyor? Biroz yaxshiman. Og'rig'i qoldimi? Biroz bosildi. Doniyor, bular Mirjalol aka. Ko'p yillar davomida birga ishlaganmiz. Hozirgi Doniyorga nima bo'lgan? yuragida tosh paydo bo'lgandi. Joyidan qo'zg'alibdi. Operatsiya qildirishimiz kerak ekan. Shu yerda qildirasizlarmi? Sinfdoshim jarroh. Gaplashib qo'yaman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, rahmat. Rahmat aka. Men doktor bilan gaplashib chiqay.